Assalomu alaykum. Xorazmli YouTube kanalimizda obunachilar, aziz do'stlar, biz bugun ferma ko'chadamiz. Yurt turg'anlaringizdan noveslari taxlangan, chiroyli bo'lib turgan hovli joyimiz sotib chiqdi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Aziz do'stlar, agarda sizlar shunday uyingiz, joyingiz bo'lsa sotiladigan, bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizlar bilan uy joyingizni tezroq sotasizlar. Kenglar esa bir qator tushuntirib, danishtirib beramiz. Qaranglar, bir mashina berasiz sig'adi. Doğrayına diklab, chiroylatib qo'yibdilar. Bu yan tarafdan girish kodlari. Ishonlarni do'stlar, kafelar necha chiroylatib qo'yibdilar ekan. Qaranglar, novislarimiz qilingan. Ona lampishkalari yonib turibdi chiroyli bo'lib. Eldan ham ko'ringlar do'stlar, travertin bilan chiroyli bo'lib turibdi. Hech qanday muammosi yo'q. Kenglasa, bir yandan tanishtirib boraveramiz. Aziz do'stlar, biz ichan tarafına girdik. Ko'rib turganlaringizdan qaranglar, katta dalan, bunday dalan masalan kamchilik o'yladi. Bana shun desa, razmerini aytib o'tali 5 metr 11 metr. Polni oboydan chiqib turibdi. Lustrani ko'ringlar. O'shim dahshat lustradan qo'yibdilar ekan aziz do'stlar. Pastlarimiz taxtadan qilingan pollari, ana undan keyin lakla urilib chiroyli bo'lib turibdi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib boraveramiz. Ataplanasini e'tibor berasizlar. Ana undan tashqari girgandan chap tarafimizda umanlik joyi, prixojiy joylari yurt turg'anlaringizdan bir zo'r ajoyib bo'lib turibdi. Pastdagi g'alla. Bu yerda ketadigan aziz do'stlar, shu bitoy texnikalar ketadi ekan, ya'ni televizorlar ketadi, xolodilnik ketadi, konditsionerni endi kelishasizlar, xudo xolasa, alan tarafini ko'raverasizlar. Endi ganglar bu yon tarafdagi girgandan o'zi zol, lekin spalnya qo'yibdilar ekan, o'zi zol hisobi. Xotin-qizlar masalan shu yerda o'tirib bemalol yashashi mumkin. Agar mehmon kelgan vaqtda, lekin spalnya hisobida turibdi. Bu yerdagi 3 konditsioner ketadi ekan, aziz do'stlar. Mebellari qoladi, televizor ketadi. Ganglar. Eshiklarni ham e'tibor etinglar, ajoyib yaxshi eshiklardan qo'yibdilar ekan. Kotyolimiz bu yerda aynan. Kotyol shu yerda bor, kotyolimiz shu yerda bor. Shu kotyol orqali uyimiz issiqqina bo'lib turadi ekan aziz do'stlar. Ganglar endi mo'l lustrasi dimayapti. Patologlari gipsokardondan chiroylatib dizaynlar qilingan, galagellari qistirilgan, bir chiroyli bo'lib turibdi. Bu yanda bizani 2 dona spalnyamiz bor do'stlar. Giraverish to'g'rida sanuzel. Mana qaranglar. Polni katta bo'lib tushgan ekan. Sanuzelimiz ham hamma joy-joyida turibdi. Suv, gaz, svetlardan muammo yo'q. Kir mashinalari, aristollari, bir de unitazlari, bu ugaloklar uzinisidan, zakonisidan qo'yibdilar. Qaranglar. Dekor panel baribir dim yomon turadi lekin. Ya'ni sanuzelda dim yomon turadi, zo'r. O'zimga yoqdi. Kenglar endi yana. Nima qilsa ekan bu? Tak, bu yerda do'stlar, yana shunning spalnyada alashmatmisda bolalar yotibdi ekan. Pardalari oboylar ham zo'rindan tanlangan. Pastlarimiz g'alla. Tak. Aziz do'stlar, qolgan ma'lumotlarni kelib ko'raverasizlar o'zlaringiz. Taksiyotini o'chirib beradilar shuni. Ganglar. Bu yerda aziz do'stlar yana bir spalnyamiz bor. Bu yerda mena bolalar talashmatmislar, bu yerda ham shu gap. Chiroyli oboylardan chiqib turibdi. Ko'rib turganlaringizdan ketdik. Tak. Aziz do'stlar, ekranda nomerlarimiz turadi, bemalol telefon qilasizlar. Bu televizorimiz katta ekan, lekin ketadi. Kenglar endi bu yana aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdan bu yerda shunday kuxnya. Bir chiroyli bo'lib turibdi, qaranglar, bir dit bilan zo'tilingan ekan. Bir-birine qo'shib turibdi o'zi. Bu xolodilnikni ko'ringlar. 2 metrdan ziyod o'xshaydi, LG firmasidan, lekin bu ketadi. Bu yerda 2 xondan xolodilniklar bor ekan yana. Tak, gaz plitalari menimcha bu o'zlari qolishi kerak. Bu yerda yana o'tirib, şurada choy ishlaringiz mumkin bo'ladi. Eng asosiysi endi tak. Qaranglar. Bog'i ham katta. Bog'i katta. Bu taxtalar ketadimi o'zlari aziz do'stlar? Tak, bu yerda letniy hojatxonasi, bu yerda sklad, bu yerda mana shunday ochiq joylar bor, bir narsalarni qo'yishingiz mumkin. Bu yerda tapchani hisobi o'zi qo'yibdilar ekan. Aziz do'stlar, ushbu uyimiz sotiladi aziz do'stlar, narxini ekranda qo'yib qo'yamiz. Bemalol ko'rasizlardan, xudo xolasa agar ma'qul bo'lgan bo'lsa, telefon testlardan savdolashib olaverasizlar ustunda. Shuning uchun nodimiz, agar sizdan shunday uyingiz, joyingiz bo'lsa, sotiladi, bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar.